Gay xodimlari to'xtatganda quyidagi 5 ta top qoidadan foydalansangiz, sizga juda ham manfaatli bo'ladi. Demak, diqqat qilamiz. Birinchidan, gay xodimidan to'xtatish asoslari va qoidalarning qaysi bandi yoki bandlarini buzganligingiz yuzasidan tushuntirish berishni talab qilish. Ikkinchidan, gay xodimini ismi, familiyasi, otasining ismini aytishini, xizmat guvohnomasini ko'rsatishini va ko'krak nishon belgisini ma'lum qilishni talab qilish. Uchinchidan esa body kamerasi mavjud bo'lmagan gay xodimiga hech qanday hujjatlarni taqdim etmaslik. To'rtinchidan, gay xodim bilan bog'liq munosabatni o'zingizga tegishli foto, audio va video yozuvlarga yozib olish va eng so'ngida o'sha huquqbuzarlikni aniqlagan moslamani sertifikatini ko'rsatishni talab qilish. Mana shu huquqlaringizdan foydalansangiz, sizga nisbatan noqonuniy xatti-harakatlar sodir etilmaydi va buning asosi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom 18-bandi.